Men ichkariga kirmayman lekin. Chaqirgan, belgilagan joyingizni ko'ring bo'ldi. Chaqirgan joyingizni ko'ring bo'ldi, belgilagan joyingizni. Ana, qarda chaqirgan oldin o'rgansalar, ku. Hattasi margat qiling mashinangizni. Bitta mashina men turibman zapravkani oldida. Xola? Sariq zapravka. Endi qayerdan bilaman, mendan xolamisiz, onamisiz, opamisiz, qayerdanmi, nima deyish, nima dey? Baytari ichida o'rganki, baytari ketmasdan turib, tashqarida adlaniya beryapti. Hop, bo'ldi, men sizga hozir ko'rsataman qayerda urilganini. Men 20 yillik kliyentman-da, odam ahmoq qilib gapirmasdan. Bo'ldi, opa chiqingchi, bir 20 yillik klient bo'lsangiz, bu ko'ryapti sizni. Qayerga chaqirganingizni? Odam kasal holida ko'payda bo'lsa, ko'chada taklif qilib turadimi? Men yozaman, hozir. Nima yozasiz? Shikoyat yozaman men. Qamat bormisizmi chiqib? Gap o'ynamayman, baraka topib, men sizni sevdim. Siz ortiqcha gapsiz qilyapsiz. Siz keling, men oldinga men sizga ko'rsataman qayerga chaqirganingizni. Siz birinchi kelib ko'ring-da, keyin gapiring. Men olib bormayman men sizni, bo'ldi. Qayerga chaqiribsiz? Hayday mashinani. Haydamayman mashinamni. Nega haydamaysiz? Haydamayman. Nega unda ajdaniya beryapsiz? Nima bo'lmasa ajdaniya beryapsiz? Xo'p, men qayerda turibman ekan? Nima ajdaniya beryapsiz? Nima qilishim kerak? Men chaqirdim. Hayday mashinani. Haydamayman men. Haydamayman. Yo'q. O'zi отказ qiling. 500 so'mni ham qaytaring. Nimaga men sizga qaytarishim kerak? Men sizga kelyapman 3 kilometrdan. Chiqgan muomalangiz uchun ham olib bormayman men. Kerak emas. Bo'ldi, kerak emas. Teshib chiqsin o'sha pul. Xo'p, mayli. Kimdan haq bo'lsa o'shani teshib chiqadi. Teshib chiqsin, iloyim. Bo'ldi. Boshqa gapirgan gapim yo'q. Hayday mashinani. Haydamayman men, opa, bo'ldi. Nima, meni pulimni olib qolaverasanmi, bo'lmasa? Men nimaga sizni pulingiz